Assalomu alaykum azizlar. Hozir Afg'onistonning Mozor Sharif shahrida turibmiz. Orqamizdagi bino tarixiy bino 6 asrlik tarixga ega. Hazrati Ali roziyallohu anhuning qadamjonlari deb nom berilgan. Hazrati Alining ravzalari deyshadi. Bu tarixiy nimalarga to'g'ri kelmaydi, chunki Hazrati Ali Afg'onistonga Mozor Sharifga kelganliklari haqida biron bir tarixiy ma'lumot yo'q. Endi bu shiyalar tarafidan shu mahalliy aholining aytishi bo'yicha shunaqa ziyoratgoh qilib shu yerga ko'p bid'at xurofot ishlarini qilishar ekan. Endi Tolibon kelgandan keyin bu narsa kamayib yo'qotilgan, chunki bular ahli ilm madrasa egalari. Bu esa mana bu to'g'rimizdagi eski tarixiy madrasa. Shu ozroq qismi qolgan qismi buzilib ketgan. Bu tarafda ham yana ziyoratgoh qabrlar bor. Orqamizda ko'rgan joyimiz esa mana bu masjid, juda katta tarixiy masjid. Tashqarisida ham hatto namoz o'qishadi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyda hayit namozlari, bayram namozlari, katta namozlar mana shu maydonda o'qiladi. Mana oyog'imizda ham nima oyoq kiyimni yechib kirdik. Sababi ichkarida jamoat to'lib ketsa, mana shu joyda namoz o'qishar ekan. Mana shu butun maydon, mana ko'rib turganingiz masjid aslida. Afg'onlar o'zi oyoq kiyimsiz yurishibdi, mana qarang, sovuq ham o'tmaydi ular oyoqda, mashalloh. Juda kuchli odamlar. Masjid ham juda katta, hozir masjidning ichini ham inshaalloh birgalikda ko'ramiz. Kuzatib borishda davom eting.